Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Urganchda markazidan arenda kvartira qidirib yurgan bo'lsangizlar, ajoyib kvartiramiz chiqib turibdi. Bu ana shu yerda. Manzilini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Urganch aeroportga yo'l. Bunda O'zbek Invest sug'urta kompaniyasining to'g'risindagi domda, unda O'zbek gastitsasi ham bor. Shuni to'g'risida 87 kvadratli 3 xonali katta xonali kvartiramiz arendaga chiqib turibdi. Manzilini tushuntirib o'tganimdan O'zbek Invest to'g'risidan kirib kelasizlardan. Endi sizlar yo'l bor, yo'ldan kirganimizdan o'ng tomon o'tasizlar. O'ng tomon o'tganimizdan 4-pod'ezd bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, kvartiramiz, ya'ni shu 4-pod'ezd 3-etajda bo'ladi. Kirib keldingizlar. Bu yerda suv svetdan muammo bo'lmaydi. Hozir ishlarini ko'ramiz. Agarda shu arenda qidirib yurgan do'stlaringiz bo'lsa, shu videoni yuborib qo'ysangiz. Agarda arenda kvartira qidirib yurgan do'stlaringiz bo'lsa, bemalol shu videoni jo'natib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Kvartiramizga kirib kelgandik. To'g'rimizda tualet banyosi bo'ladi. Urganch markazida joylashgan. Devorlarimiz polni oboydan chiqqan. Gaz, svet, suvdan problema yo'q, internetdan problemasi bo'lmaydi. Bu yanimiz kuxni, даже kirush mashinalar bor. To'g'ri kirib yashayverasizlar. Kuxni mebellarimiz, kacholi bor, kuxnasi bor, xolodilniki bor. Yashash uchun tayyor. Katta koridorimiz. Bu yanimizda esa zalimiz ham kengina 87 kvadrat do'stlar. Arendasi egasini aytishi bo'yicha arenda oylik arendasi 3.250.000 so'mdan kelishiladi ekan. Ekranda degan nomeri bemalol tepib bog'lanaverasizlar. Ben tanımız spalleri o'tadigan bo'lsak, spalimiz ham kengina ekan. Ko'p to'g'ralaring. Bu yerda bir televizor uchun bilan kranshtayn qo'yilgan. Shkaflarimiz ham yana qo'llanmasi. Yashashga tayyor. Ajoyib. Agarda kimda-kim shuni Urganchdan arenda kvartira qidirib yurgan bo'lsa, bemalol shu do'stlar videomizni jo'natib qo'yaverasizlar. Konditsionerimiz bor ekan, konditsioner ishlaydi ekan. Manzarani bir ko'rsangizlar. Mana aytib o'tganimizdek, men to'g'rimizdan O'zbekiston mehmonxonasi, Surgi Med klinikasi, bunda O'zmed klinikam bor, O'zbek Invest. Bu tomon yo'ldan kirib kelaveradi. Yaban tomondan ham kelsa bo'ladi. Manzara ajoyib do'stlar. Agarda Urganchdan kimda-kim shunday kvartira arenda qidirib yurgan bo'lsa, bemalol shu videoni jo'natib qo'ysangiz, juda ham xursand bo'lar edik. Videomizga shunday bir like bosib, yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.